Assalamu alaikum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrimizning markazida, Mehribon Italiyaning arkasında, Ural O'rgani arkasında Dehqon bozori yoqing 5 qavatli domimizda 5-qavatında 3 xona ajoyib remontli barcha jihozlari bilan sotib qo'yiladi. Birgalikda tanishib o'tamiz yurtdoshlar. Ikkilamchi asosidan chiqadi. Eshiklarimiz to'plamli eshikda o'rnatilgan, ikkilamli döşelingan, oyoq kiyimiz 100% laminat ekan. Birimiz prixorji zonamiz, ishning keng tushgan prixorji mebellarimiz qo'yilgan. Zamonaviy kotyolga ega, oboydan chiqib turibdi. Patologlarimiz natijnoy. Doğrumuzda 2 zal, yan tarafımızda spanniyasi. Yo'rtturganlarimizda oboydan chiqqan, perdelerimiz qistirgan, oynalarimiz almashgan, patologlarimiz gipsokardon bilan ishlangan, natijnoy o'rtasi. Televizor uchun mestamiz bor. Eshiklarimiz ham sifatli, yaxshi bir xil eshikdan o'rnatilgan. Bu yerimiz zal. Birimiz ham yo'rtturganlarimizning chiroyli remontdan chiqqan perdelerimiz qistirgan. Mehmonxonalari keng tushgan. 560 331. Bu yon tarafimizda yana bir zal. Birimiz ham ishini yorki oboydan chiqib, ramkalar tashalingan. Patologlarimiz ham ishini yorki ishlangan. Televizor zonamiz bor bu yerdan. Oyoq kiyimizni aytib o'tdim, ham yeri laminat ekan. Bu yan taraflari sanitariyalar. Bu yanımız vannaxonasi. Krugovoy kafeldan chiqqan. LG xolodilnikimiz boyna. Baland 2 metrlik kuxonniy mebellarimiz ham bu yerda, ham bu yonda. Registrlarimiz o'rnatilgan, fartuqlarimiz qilingan, suv gaz svetlardan muammo yo'q yurtdoshlar. Bu yerimizda yana gaz plita, yutishkalar, zamonaviy kotyollar, kuxonniy mebelimiz bor bu yerdan. Bu yerdan yana 2 metr 6 metrlik verandasi topchan qilingan, o'tirib choy ichadigan mesta qilib qo'yibdilar yurtdoshlar. Shu domimizning arkasi Uraloga bo'ladi. Bu yon tarafimiz Dehqon bozor, bu yonimiz Mehribon Italiya. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak 465 million so'm. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.